Assalomu alaykum aka-ukalar. Navbatdagi joyimizga temirdan tom qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, tomimiz 13 metrga 6 metr. Xo'p, buni afzalliklari taxta tomdan ancha arzon tushadi hamda baquvvat. Loyda bemalol yarim metr 30 sm bossalar ham bemalol ko'taradi. Va shipper bossalar ham bo'laveradi, tunuka yopilsa ham bo'laveradi, umuman tanlamaydi. Birga bir tekis chiqadi. Tomimizni pastdan ko'rinishi, shapkalari oldiga 1,5 metr chiqqan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'sha temir tomimizni loy bosilgandan keyin ko'rinishi.